Sport kurashlari bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi yangi mavsumga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Erkin kurashchilar xalqaro o'quv mashg'ulot yig'iniga jo'nab ketgan bo'lsa, 2025-yilni muvaffaqiyatli yakunlagan Yunon-Rum kurashi bo'yicha terma jamoamiz a'zolari Toshkentdagi Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati bazasida mashg'ulot olib bormoqda. Terma jamoa uchun ilk xalqaro musobaqa esa Xorvatiyada bo'lib o'tadi. Yunon-Rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi o'tgan yil Jahon chempionati oltin medaliga ega bo'ldi. Terma jamoa murabbiylarining mehnati qit'a va jahon chempionatlaridagi muvaffaqiyatlarga olib keldi. Ayjan Xalmaxanov jahon chempioniga aylangan bo'lsa, Alisher G'aniyev va Abdulla Aliyevlar sovrindorlar safiga qo'shildi. Yuqorida nomlari tilga olingan atletlarimiz ushbu terma jamoa tarkibida mavsumga tayyorgarlikni boshlab yuborishgan. Ayni paytda esa mashg'ulotlar Toshkentda olib borilmoqda. Asosiy maqsadimiz fevral oyida 7-9 fevralda Xorvatiyaning Zagreb shahrida bo'lib o'tadigan yirik xalqaro turnirga tayinlanish maqsadida shu o'quv mashg'ulot yig'inini uyushtirganmiz. Ertalab va kechqurun ikki mahal o'quv mashg'ulot yig'inlari, trenirovkalarimiz bo'lib o'tyapti. Mavsumdagi muhim musobaqalardan biri qit'a chempionati. Kurashchilar unda natijalarni yaxshilash niyatida. Eng muhim musobaqa esa Yaponiya mezbonlik qiladigan yozgi Osiyo o'yinlari sanaladi. Xatolarimiz ustida ishlashga, shuning uchun shu yerda tayyorlanyapmiz. Tayyorgarliklar juda zo'r ketyapti. Xudo xolasa oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. 2026-yilda Osiyo chempionati, Osiyo o'yinlari, jahon chempionati bor oldimizda. Shunga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, Xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilyapmiz. 63 kilogramga tushardim. 67 kilogramga o'tdim. Olimpiada vazniga Xudo xolasa 67 kilogramni ham o'zimiz ko'rsatamiz. Hozir dekabr oyida bo'lib o'tdi zborimiz Ugam oromgohida. U yoqda yaxshi kuch yig'ib oldik, ves ham oldik. Hozir endi shu vesni tushirib, yana ozgincha tushirib 67 ga tezlikni oshiramiz. Hozir tezlik texnikaga ishlayapmiz bu yoqda. Reyting turniridan keyin bizda o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'ladi. 20 dan ortiq davlatlar keladi. O'quv yig'in mashg'ulotlariga juda kuchli trenirovkalar bo'ladi. Boshqa davlatlar bilan tajriba almashamiz. Undan keyin esa bizda Osiyo chempionati bor. Osiyo chempionati Qirg'izistonda bo'lib o'tadi. Osiyo chempionatiga yaxshi tayyorlanib, komanda birinchi o'rin olishimiz kerak. Osiyo chempionati o'tgan yili komanda ikkinchi o'rin bo'lganmiz, bu yil birinchi o'rin bo'lishimiz kerak. Yunon-Rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi joriy yilda ilk musobaqani 5-9 fevral kunlari Xorvatiyaning Zagreb shahrida o'tkazadi. Birlashgan kurash dunyosi taqvimiga kiritilgan xalqaro musobaqa reyting ochkolarini taqdim etadi. Polvonlarimiz musobaqadan keyin Xorvatiyada qolib, xalqaro yig'inda ishtirok etishadi.